Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizle başlayımız. Leksiyede Sıdıka ediyoruz. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü vaziyetke alakadar bir cümle söz. Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Trump, oturmusapılık yadro kuralları yok. Oturmusapılık raketa kuralları şartnamesinden çekinip çıkıdığım oldu. Bugünkü vaziyetke alakadar mühim mesele şu. Lekin endi biz müşahede ki vaziyetning taraqqiyoti va uning bugungacha yetib kelishi haqida leksiya so'zlaymiz. Vatandoshlar bilan taqam to'limiz birlikda muhokama qilamiz. Mavzu bundaq. Prezident Trump bilan Xi Jinping 11 ayning 29 kuni 20 davlat boshliqlari yig'ini mezgilida yig'in sirtida suhbatlashishga vaqtincha qo'shildi. Mavzuli xabar 10 ayning 19 kuni Birlashma gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 19 kuni mundaq xabar qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan Jungoning raisi Xi Jinping kelar oyda Argentinada o'tkaziladigan 20 davlat boshliqlari yig'inining sirtida suhbat o'tkazishga vaqtincha qo'shildi. Nomsiz xabar tarqatuvchining xabarida mundaq oshkorlandi. Ikki taraf 11 ayning 29 kuni 20 davlat boshliqlari yig'ini boshlanishdan bir kun burun yig'inning sirtida suhbatlashishga vaqtincha qo'shildi. Agar o xabar rost bo'ladigan bo'lsa, ikki davlat rahbari bir yildan beri tunji qatam suhbatlashgan bo'ladi. Bu ko'rishish savdo urushi elib kelgan jiddiylikni bir oz pasaytganlik bo'lib hisoblanadi qanday? Amerika Jungo ikki davlatning elishi o'zliksiz o'rlayotgan bir paytda Jungoning ma'mur davlat vaziri Liu He 19 kuni Jungoda 3 cho'ng matbuot muxbirining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo savdo so'rikilishini tilga olganda bozorga haqiqatan ta'sir ko'rsatdi. Ro'yijatda ko'rsatgan ta'siri amaliyotda ko'rsatgan ta'sirdan cho'ng bo'ldi. Hamda u oshkorlab mundaq ko'rsatdi. Navbatda Amerika Jungo ikki taraf uchrashish elib beryapmiz. Lekin muavin vazir Liu He Amerika Jungo qaysi qatlamda uchrashish elib beryapti, bu to'g'rida bir nima demadi. Yana bir xabar, balki sizlar uchun, biz Uyg'urlar uchun jiddiy xabar. Taybida Kaohsiung o'lkasida Jungoning Tayvanni yutib elishiga qarshi turib, Tayvanni namyo'lliq Tayvanga aylantirish nomi ostida zo'r ko'lamli namoyish yuz berdi. Mavzuli xabar 10 ayning 20 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington on minglagan tayvanliklar 10 ayning 20 kuni, ya'ni shanba kuni Tayvanda Mustaqilchilar tashkiloti Shiludo ittifoqi kechiringlar, Mustaqilchilar tashkiloti Shiludo ittifoqi Tayvanda tashkillagan umumiy xalq bilan tashlab Tayvanni yutib etishga qarshi turish zo'r ko'lamli namoyishga qatnashdi. Hamda Tayvan Demokratiya Taraqqiyot partiyasi Tayvanning janubida Kaohsiung o'lkasida tashkillangan Tayvanni yutib etishga qarshi turib, Tayvanni qo'g'dayli shiori ostida namoyish qatnashdi. On minglagan kishilar. Sobiq prezident mahkamasining nopozlik amaldori Feng Min navbatdagi prezident mahkamasining nopozlik amaldori Wu Dufi, Tashqi ishlar ministrligining sobiq amaldori Qin Tangshan, Davlat bexatarlik idorasining sobiq kotibi Kang Li,
Kanın şiyan. Qatarlıq Tayvan müstakilçileri Tayvan Taybide Demokratiya Taraqqiyat Partisi'nin şişhanesi turuşluq bina aldıda zor külemler namayiş kıl. Namayiş qatnaşqan mınlığan, on mınlığan kişiler Cungo'nun Tayvan'dan jütüp eleşiğe qarıştırış. Tayvan'ın müstakil devlet kuruşunu talep kılış. Tayvan'ın namı yolluk devletke aylandırış. Tayvan Cumhuriyeti namıda Birleşken Devletler Teşkilatı katnaştırış. Şu arasında Tayvan Taybide ve Tayvan'ın Kaohsiung ülkesinde zor külemlik namayiş edip var. 1949 yılı Cungo quruqlığı da işki uruş ahırlaşqandan keyin Cungo izchil özünü özü başqurup kelevatqan Tayvanga egelik huquq talebi qo'yib, Tayvanni birlikka keltirishda chang turdi. Tayvanning navbatdagi prezidenti Tsai Ing-wen 2016-yılı vazifega o'tirgandan boshlab Beijing taraf o'tirib qo'ygan ishki qirg'oq suhbatlashishning oldingi sharti, ishki qirg'oq bir Jungoga mansub deydigan oldingi shartni prezident Tsai Ing-wen hozirgacha rad qilib keldi. Beijing shuning uchun Tayvan bilan bo'lgan munosabatni to'nglatdi. Hamda har qaysi jihatlardan Tayvanga bosim ishlatdi. Jumladan Tayvanning diplomatik munosabatlari doirasidagi davlatlarning ichidan 5 davlatning Tayvan bilan bo'lgan munosabatlarini o'zib tashlab, Jungo bilan diplomatik munosabat o'rnatishni qo'lga keltirdi. Demek bugün Tayvan olamshumul bir o'zgarishning bosqichi, bir olamshumul o'zgarishning bosog'asiga yetib keldi. Biz oxirida muhokamada sizlar bilan birga fikr bayon qilamiz, hurmatli vatandosh.